Bugun juda qiziq mavzu. Karbamazepin dorisi. Taxminan 50-60 yildan beri epilepsiya tutqanoq kasalligini davolashda qo'llanilib kelmoqda. Homiladorlikda qo'llash tartibi qanday bo'ladi? Buni hujayra deb o'rgangan bo'lsak, natriy kanallarini bloklaydi va natijada hujayrada karbamazepin ayrim paytda natriy miqdorini kamaytirishi mumkin. Karbamazepin ichgan paytda alkogol iste'mol qilsa bo'ladimi? Karbamazepinni homiladorlik payti qo'llab bo'ladimi? O'zi epilepsiyada 3 ta xavfsizroq preparat bor. Karbamazepinni qanday ichish kerak va qanday boshlash kerak? Buni o'ziga xos sxemasi mavjud. Alimov kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Bugun juda qiziq mavzu. O'zbekistonda tutqanoq epilepsiya kasalligi juda ko'p oxirgi paytlarda uchramoqda. Xo'sh, tutqanoq kasalligini qaysi dorilar davolaydi turkumidan bugun O'zbekistonda eng ko'p qo'llanilgan, balkim O'zbekistonda, balkim nafaqat butun dunyoda epilepsiya tutqanoq kasalligini davolaydigan dori haqida, eng ko'p ishlatiladigan dorilardan bittasi haqida gaplashamiz. Bu karbamazepin dorisi. Xo'sh, bugungi mavzuda biz karbamazepinni qanday ta'sir mexanizmi bor, karbamazepinni qanday qo'llash kerak, karbamazepin qaysi epilepsiya turlarida yordam beradi, keyingi ta'siri esa qanday dozalash va karbamazepindan qanday nojo'ya ta'sirlar bo'lishi mumkin, balkim homiladorlikda qo'llash tartibi qanday bo'ladi. Shu kabi sudurgida epilepsiyada eng ko'p beriladigan savollarga javob berib o'tamiz. Agar siz karbamazepin haqida o'z savollaringiz bo'lsa, karbamazepin qo'llagan bo'lsangiz, fikrlaringizni bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Boshladik. Karbamazepin taxminan 50-60 yildan beri epilepsiya tutqanoq kasalligini davolashda qo'llanilib kelmoqda. Xo'p, karbamazepin bu epilepsiyani hamma turini davolamaydi. Ayrim turlarini zo'raytirib yuborishi mumkin. Birinchisi bu juvenile myoclonic epilepsiya deymiz. O'smirlik davri myoclonic epilepsiyasi yoki bo'lmasam absans epilepsiyalarda karbamazepin xurujlarni kuchaytirib teskari effekt beradi. Ayrim fokal yoki parsial xurujlar deymiz. U juda ko'p turlari bor. Parsial xurujlarda karbamazepin yaxshi yordam beradi. Xo'sh, karbamazepin faqat epilepsiya kasalligida qo'llaniladi. Yo'q, karbamazepin epilepsiyadan tashqari uch shoxli nerv nevralgiyasi, qovog'alararo nevralgiyalar, shuningdek neyropatik og'riqlar, misol uchun qand diabetda qandni balandligi hisobiga og'riqlar paydo bo'lsa, karbamazepin bunda ham yordam berishi mumkin. Keyingi psixiatriyada bipolyar buzilishlar degan holatlarda ham karbamazepin qo'llanilishi mumkin. Endi karbamazepinni ta'sir mexanizmi qanday? Diqqat qilamiz. Karbamazepin buni hujayra deb o'rgangan bo'lsak, natriy kanallarini bloklaydi va natijada hujayrada yuzaga keluvchi o'ta qo'zg'aluvchanlikni bloklaydi. Natijada xuruj, ya'ni yo'qoladi. Karbamazepinni qanday qolgan dorilarga nisbatan karbamazepin yozishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda karbamazepinda bu jigar funksiyasi yaxshi bo'lishi kerak. Chunki har qanday dori ichgan paytda jigar orqali filtr bo'lib, jigar orqali tozalanib o'tadi. Ikkinchisi buyrak funksiyasi yaxshi bo'lishi kerak. Ko'pchilik dorilar metabolitlari bu siydik orqali chiqarilishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Uchinchi holat bu qonda, bu umumiy qon tahliliga qaraymiz. Bu trombositlar soni e'tibor beramiz. Umumiy qon tahlili albatta kerak. Uchinchisi, kerak bo'ladigan narsa bu qondan natriy miqdori. Karbamazepin ayrim paytda natriy miqdorini kamaytirishi mumkin. Keyin karbamazepinni qondagi konsentratsiya miqdorini ko'rishimiz kerak. Endi karbamazepinni bergan paytda o'ta kuchli allergik reaksiya yoki yoqmasligi mumkin. Ayrim paytda bu xitoyliklar yoki vyetnamliklarda ko'p uchraydi bu holat, lekin bizda xalqimizda ham ko'p bor, balkim geni ko'p bo'lganligi uchun o'shalar bilan ishlatilgan, ya'ni HLA-B1502 degan allel geni bor. Agar bu gen aniqlanadigan bo'lsa, bu katta ehtimollik bilan bularga karbamazepin yoqmaydi, balkim nojo'ya ta'sir berish ehtimoli o'ta yuqori bo'ladi. Karbamazepinni qanday? Karbamazepinni o'zi yosh bolalarda ham, yosh kattalarda ham keng qo'llaniladi. Men juda ko'p ko'rganman, o'zimni amaliyotimda ham kuniga deyarli har kuni karbamazepin qabul qilingan bemorlar meni oldimga keladi. Karbamazepinni qanday dozalaymiz? Xo'p, karbamazepinni dozani hisoblayotgan payti karbamazepinni bu boshida har 1 kilogramm uchun e'tibor beramiz. 10, 15 va 20 milligrammdan olinadi. Ya'ni bemor o'rtacha 50 kilogramm bo'lsa, bemorga 500 milligrammgacha boshlang'ich doza berish mumkin yoki undan o'rtacha yoki maks doza. Karbamazepinni yosh kattalarda 1600 milligrammgacha qo'llash mumkin. Bu degani
200lik tabletkasidan 8 ta ichish mumkin. Bu butunjahon o'sha epilepsiyani davolashda davolovchi ELAI tashkilotining yo'riqnomalarida ham bor. Lekin ko'pincha 8 ta tabletkaga birdan chiqilmaydi va u 8 ta tabletkaga olib borguncha dorini berish o'zini yo'riqnomalari, protokollar va sxemalari mavjud. Ayrim holatlarda, istisno holatlarida karbamazepinni 2000 mg gacha ko'tarish mumkin bo'lgan holatlar ham uchrab turadi. Xo'sh, bolalarda qanday berish mumkin? Karbamazepinni bolalar uchun ko'pincha har 1 kilogrammi uchun 10 mg dan hisoblaymiz. 10, 15, 20 dan olsagan bo'ladi. Xo'p, bu degani bola misol uchun keldi, oldingizga 20 kilolik bola kelsa, bu kunlik sutkalik dozasi har 1 kilogram uchun 10 mg 20 ga ko'paytirsak, bu 200 mg bo'ladi. Karbamazepinni ko'pincha 2 mahal, ayrim holatlarda 3 mahal bersak ham bo'ladi. Chunki karbamazepinning ta'siri davomiyligi 8 soatdan 12 soatgacha davom etadi. Karbamazepinni o'sha 200 mg ni 2 ga bo'lib bersak, misol uchun maks dozasi berilgan paytimiz 200 mg bo'lsa, ertalab 100, kechga 100 ichishlik mumkin. Karbamazepinni tabletka, suyuqlik ko'rinishda, ayni paytda chaynalgan saqich ko'rinishlarda ham ko'rinishlari mavjud. Lekin bizning O'zbekistonda bu ko'pincha tabletka formasini topishingiz mumkin. Endi karbamazepin hop, qaysi epilepsiyani yaxshi davolaydi? Karbamazepin ko'pincha struktur epilepsiya degan turimiz bor. Boshda chandiq, o'sma yoki qanaqadir struktur o'zgarishi bo'lsa, karbamazepin bunda yaxshi yordam beradi. Keyin bu fokal turlari bor, ya'ni miyani bir tomonda boshlanuvchi, hushni yo'qotmaydigan ayrim turlarda ham karbamazepin yaxshi yordam beradi. Lekin absans epilepsiyalarda, ayrim generallashgan epilepsiyalarda, juvenil mekalonic epilepsiyada absans yoki bu shunaqa epilepsiya turida xurujlarni yomonlashtirishi mumkin. Bu degani mutaxassis yaxshilab tekshirib, keyin dorini qo'llaydi. Xo'p, karbamazepinni qanday ichish kerak va qanday boshlash kerak? Buni o'ziga xos sxemasi mavjud. Misol uchun, yosh kattalar uchun boshlanishda 100 mg dan, ya'ni 100 mg sutkalik doza bo'lsa, ertalab 50 mg, kechga 50 mg. Xo'p, bir haftadan keyin ertalab 100, kechga 100, har 7 kunda bir haftada karbamazepinni o'sha kerakli terapevtik dozagacha oshirib borsak bo'ladi. Xo'p, endi juda ham muhim joyi, karbamazepin qanday nojo'ya ta'sir ko'rsatishi mumkin? Juda ko'plab epilepsiyaga qarshi dorilar qatori karbamazepin ham nojo'ya ta'sir berishi mumkin. Birinchi eng ko'p uchraydigan bu uyquchanlik. Ikkinchisi shalpaytirib qo'yish. Uchinchisi holsizlik. To'rtinchisi ayrim paytda diplopiya holati ikkita ko'rish mumkin. To'rtinchisi bu ko'ngil aynishi. Beshinchisi bosh aylanishi holatlari. Ko'pincha uyquchan bo'lib qoldi, boshim aylandi, xuddi ichib olgan mast bo'lgan odamga o'xshab qoldim degan holatlar bo'lishi mumkin. Keyingisi bu ayrim paytda allergik reaksiyalar, terida qichishishlar, toshmalar toshishi mumkin va eng ko'p uchraydigan holati bu Steven Johnson degan sindrom bor. Bu juda shiddat bilan kechuvchi, kam uchraydigan holat, lekin karbamazepinni ham berish mumkin bu. Xo'p, endi karbamazepin ichgan paytda alkogol iste'mol qilsa bo'ladimi? Afsuski yo'q. Chunki karbamazepin ichgan paytda alkogol iste'molida bu karbamazepinni ta'sirini yana ham kuchaytirib, bu karbamazepinning nojo'ya effektlari yuzaga chiqishiga olib kelishi mumkin. Yana bitta holat, karbamazepinni homiladorlik payti qo'llab bo'ladimi? Xo'p, homiladorlik holatida juda ko'plab epilepsiyaga qarshi, tutqanoqqa qarshi dori vositalarini teratadigan effekti bor. Bu degani, ya'ni homilaga nojo'ya ta'sir qilishligi mumkin. O'zi epilepsiyada 3 ta xavfsizroq preparat bor. Birinchisi bu homiladorlik davrida. Birinchisi bu levetristam, ikkinchisi lamotrigin, uchinchisi oksapin. Endi ikkita o'sha homiladorlik payti ko'pincha homiladorga ta'sir qilish ehtimoli yuqori bo'lgan dori bor. Misol uchun bu birinchisi bu valproatlar, ikkinchisi topiramid. Karbamazepin valproat bilan topiramidning o'rtasida turadigan, lekin homilaga effekti ta'siri bo'lishi mumkin bo'lgan. Umuman olganda karbamazepinni homilaga ta'siri bo'lish ehtimoli 2,6 dan 5-9% gacha, ya'ni 100 ta bemor qabul qilinsa, 2,5 tadan 6 tagacha bo'lgan patsientda karbamazepinni homilador payti ta'siri bo'lishi mumkin. Bundan xulosa qilish mumkinki, karbamazepin ichgan paytda hamma bemorda ham homiladorlik payti nojo'ya ta'sirlar kelib chiqmaydi. Karbamazepin iste'mol qilayotgan paytda bemorda xuruji bo'lsa, albatta unga oddiy o'sha foliyaviy kislota
ya'ni folic acid iste'mol qilishini ta'kidlab o'tish kerak. Chunki bu karbamazepinning nojo'ya ta'sirlarini ayniqsa homiladorlikning birinchi 3 oyligida juda kamaytiradi. Xo'p, karbamazepinni ko'pincha bolalik davrida ham, kattalik davrida ham yosh qotlardan qo'llasa bo'ladi. Endi karbamazepinni hech qachon mustaqil qo'llab ko'rmang. Chunki karbamazepinning o'zi bu boshqa ko'proq psixotrop dorilar singari bu qat'iy retsept asosida, vrach ko'rsatmasi asosida ishlaydigan dori. Sizda epilepsiya kasalligi bo'yicha qanday savollar bor? Sizga ham karbamazepin yozib berishganmi va uni siz qanday ichgan? Sizga qanday effekti bo'lgan? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va Doktor Alimov kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni tutqanoq xuruji bor tanishlarga va yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmang. Sizga malakali epileptolog, nevropatolog, neyrofiziolog tavsiyasi kerak bo'lsa, yuqoridagi ko'rsatilgan raqamlar orqali qabulga yozdirishingiz mumkin. Bizni yanada kuzatib boring va tutqanoq haqida, nevrologiya haqida juda ko'plab foydali ma'lumotlarni bizning kanalimizdan topasiz.